Sahih Buxoriydan keltirilgan sodiq sadaqa barakasi. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لا أتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على السارق فقال اللهم لك الحمد لا أتصدقن بصدقة. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz aytdilar: bir kishi bugun bir sadaqa qilaman dedi-da, sadaqasini olib ko'chaga chiqdi. Sadaqasini berdi bir odamga, u o'g'ri edi. Odamlar tong otganda o'g'riga sadaqa qilinibdi deyishdi. Sadaqa qilgan kishi Parvardigor o'zingga hamd bo'lsin, bugun bir sadaqa qilaman dedi yana. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية. Sadaqasi bilan chiqdi, ikkinchi kuni uni bir odamning qo'liga qo'ydi. U zinokor ayol edi. Tong ottirishib odamlar kecha tunda zinokorga, zoniyaga sadaqa qilinibdi deyishdi. U odam Parvardigor zoniya uchun o'zingga hamd va sano bo'lsin. Ya'ni zoniyaga bo'lsa ham sadaqa qilganimga o'zingga hamd va sano bo'lsin. Bugun yana bir sadaqa qilaman dedi. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني. Sadaqasini olib chiqdi 3-marta bir odamning qo'liga qo'ydi. U o'zi boy odam edi, sadaqa olgan. Shunda odamlar tong ottirishib kecha tunda boyga sadaqa qilinibdi deyishdi. U kishi aytdi: Parvardigor, o'g'riga, zoniyaga, boyga qilingan sadaqa uchun o'zingga hamd bo'lsin. 3 odamga sadaqa qildi. O'g'riga, zinokorga, boyga. Bularni bundaqa ekanligini bilmagan holda. فأوتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته. Tushida unga bir nido qiluvchi kelib aytdi: o'g'riga qilgan sadaqang shoyat shu sadaqang tufayli o'g'ri o'g'irligidan tiyilsa, iffatga chiqsa. Va amma zaniyatu fala'allaha an tasta'iffa an zinaha. Zinokorga, zoniyaga qilgan sadaqang esa shoyat mana shu sadaqa tufayli zinosidan tiyilsa. Va amma al-ghaniyyu fala'allahu ya'tabiru fayunfiqu mimma ataahu Allah. Boy esa shoyat ibrat olib sen qilgan sadaqangdan Alloh unga bergan moldan infoq qilsa. Hadis nihoyasiga yetdi. Mana Ramazonni bir haftasi qoldi. O'zimizdan so'raylik, biror so'm sadaqa qildimmi? Biror so'm bir xayr ihson qildimmi? Chunki Alloh taolo taqvodorlarni sifatlar ekan: Alif lam mim zalikal kitab la rayba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'ayb va yuqimuna as-solah va mimma razaqnahum yunfiqun deydi. Taqvodorlarni sifatlaganda g'aybga ishonishadi degan, namozni qoyim qilishadi degan va infoq qiladi degan. Iymon qalb ibodati bo'lsa, namoz jasad ibodati bo'ladigan bo'lsa, infoq mol ibodati. Avvalroq o'zimiz atrofimizda qarindoshlarimiz, mahalla ko'yimizda shuna bir muhtoj odamlar bor. Shularga infoq ihson qilaylik. Hadisning sharhiga o'tamiz. Birinchidan, islom dini odamlarni aybini fosh qiluvchi din emas. Hadisda zinokor dedi, o'g'ri dedi, zinokor dedi, boy dedi, lekin ismlarini aytgani yo'q. Mana shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning odobi bo'ladi, birodarlar. Agar biror bir musulmonda payg'ambarimiz norozi bo'lgan sifatni ko'rsa, minbarga chiqib turib, umumiy qilib aytgan: "Ey falonchi, sen nima unaqa qilding?" deb turib, nomini aytib, xos murojaat qilmasdan umumiy aytgan. Bu qavmga nima bo'ldi? Falon ishlar paydo bo'lib qopti deb turib, umumiy majhul qilib aytgan. Shuning uchun bu hadisdan olinadigan birinchi xulosa: ayb qilgan odamning ismi fosh qilinmaydi. Modomiki agar jamiyatga shuni ismini fosh qilishingizda foyda bo'lmasa. Endi jamiyatga katta foyda, zarar keltirayotgan bo'lsa,
uni fosh qilib qo'yishlik kerak bo'lsa, bu boshqa masala. Ikkinchidan, musulmon odam xayr saxovatli, oliy himmat inson bo'ladi. Bitta qilgan sadaqasi noto'g'ri bo'lib qoldi, shart to'xtatib qo'ymadi. O'g'rini qo'liga qo'yib sadaqani. Qilinmaydi o'g'riga. Ertasi kuni yana ihson qildi. Zinokorni qo'liga qo'yibdi. U zinokorga ihson qilinmaydi. 3 kun ham chiqdi. Qilgan ihsoni nojo'ya odamning qo'liga tushib qolgani bilan to'xtab qolmadi. Biz bir marta bir yaxshilik qilib ko'ramiz, qadrlashsa davom etamiz. Agar juda bir xo'rtonglashib bersa nima qilamiz? Shat yig'ishtirib qo'yamiz. Mana shu xolislikning yo'qligining alomati. Haqiqiy muxlis odam yaxshilik qiladi, ihson qiladi. Odamlar maqtasa ham qilaveradi bu ishini. Yomonlasa ham qilishaveradi. Haqiqiy muxlis odam odamlarni so'zi bilan ish tutmaydi. Uchinchidan, innamal a'malu binniyat. Amallar niyatga qarab baholanadi. Bu kishi o'zini molidan chiqqan narsani sadaqa qilishni qasd qildi Allohning roziligi uchun, noto'g'ri odamlarning qo'liga tekkan bo'lsa ham ajr yozilaveradi. To'rtinchidan, o'g'ri, zinokor, boy. Mana shu uchala odamning qo'liga ihsonni olib borib qo'ydi. Albatta bu xato edi. Ammo shu xatosi uchun ham hamd aytaverdi. Shuning uchun musulmon odam har bitta holatga nima qiladi? Hamd aytadi. Mana bugun shabada yurib qoldi. Alhamdulillah. Kecha shabada yo'q edi. Bunga ham alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Otamiz Odam alayhisalom tushkurib o'ziga kelganda birinchi aytgan gapi nima bo'lgan? Alhamdulillah bo'lgan. Qalaysan, tuzimisan? Alhamdulillah. Mana shu so'z alhamdulillah so'zi hamma payg'ambarlarning ibodati. Eng ulug' ibodat. Musulmon odam Allohga faqat hamd aytadi. Assalomu alaykum. Ahvollaringiz yaxshimi? Alhamdulillah. Musulmonligimiz alomati mana shu bo'ladi. Tuzik. Tuzimisan, chidasa bo'ladi. Qalaysan, tuzik, yuribman. Odam bo'lmasa yuraverar ekan. Musulmon odam har qanday holatda Allohga nima qilish kerak? Chunki holating har qancha yomon bo'lsin, bundan bettar bo'lishi mumkin edi. Ishing yurishmayotgan bo'lsa, yeb chiqarishing bemalol zato. Puling yo'q bo'lsa, qarzing bo'lsa, zato uxlayapsan-ku. Chunki yomonrog'ini o'ylasa nima qilamiz? Hamd aytaveramiz.